Hurmatli talabalar, hozir bu yerda biz yurakda venasi, yurakni vena tizimi haqida gaplashamiz. Xo'sh, bu yerda rasmda ko'rib turgandek, bizda koronar arteriya bor. Ko'rdimiz. Endi koronar arteriyalar bizda qon oboradi. Endi o'sha qon qaytib ketishi kerak, to'g'rimi? Yurakka qarab qaytishi kerak. Ya'ni kislorodni olib bordi. Endi o'sha kislorodni olib borgandan keyin kislorodni berib, yurak mushaklariga va boshqa joylarga, keyin o'tgan karbonatni olib qaytishi kerak edi. O'sha vena tizimi, qaytadigan tizim qanaqa bo'ladi? Koronar tizimda 75% tizim koronar sinus tizimi orqali qon yurakka qaytadi. 25% qanaqa transmural tizim orqali. Degan, endi biz bilishimiz kerak bo'lgan yurakning katta venalari. Yurakning katta venalari mana bu rasmda ko'raylik. Ya'ni vena cardiaca magna boyagi 75%lik qon qayda yo'llar orqali ketadi. Bu olamiz. Vena cardiaca magna, ya'ni yurakning katta venalari, vena cardiaca media yurakning o'rta media, yurakning o'rta venalari va yurakning kichik venalari. Vena cardiaca parva. Ya'ni bular shu qon vena qon tomirlari orqali qonni biz qayerga borardik? Qo'shiladi qayerga? Koronar sinusga, sinus koronariusga olib borib qo'shiladi. Ya'ni mana bu joyga venada ko'rib turibdi, koronar sinusga. Koronar sulcus deb qo'ygan mana. Mana bu joyda ko'rsak aniqroq ko'rinadi pastdagi rasmda. Mana bu rasmni ko'ramiz mana. Koronar sinusga borib qo'yiladi. Ya'ni katta qon deganimiz, katta yurak venasi mana bu bizda lateral chap tarafdagi qon tomirlari olyapti. Bu o'z navbatida mana bu biz aytdik, vena interventricularis anteriordan olib turib, ya'ni oldingi interventrikulyar venadan qonni oladi, chap tarafdagi qonni olib turib, u sinus koronariusga qo'shiladi. Endi mana bu bizda ko'rinib turgan bu o'rta bo'ladi, ya'ni orqa tarafdagi, ya'ni vena interventricularis posteriordan boshqacha nomi, o'sha orqa tarafdagi bu o'rta yurak venasi hisoblanadi. Endi bizda kichik yurak venasi bor. Mana bu kichik yurak venasi. Bu o'ng tarafdagi qonlarni yig'ib sinus koronariusga olib borib beradi. Shunga mana bu ular tepadan qon keladi, bunga hammasi yig'ilib sinus koronariusga boradi. Sinus koronarius bizda qayerga ochiladi? Savol, qayerga borib quyiladi? Eslab ko'ramiz. Men bunga javob o'sha joyda topib olay. Sinus koronarius. Esladiga, mana bu joy sinus koronarius deyiladi. Ko'rdik-a? Bu qayer? Bu o'ng bo'lmacha. O'ng bo'lmachaga qon borib quyiladi. O'ng bo'lmachada eslaydigan bo'lsak, pastki yuqori kavak vena, mana bu foramen ovale, mana bu joyi ko'rib turibmiz. Boyagi 75% bu yerdan ketadigan bo'lsa, sinus koronariusdan 25% mana shunaqa to'g'ridan to'g'ri o'ng bo'lmachaga yoki o'ng qo'rinchaga mana shunaqa teshiklar bo'ladi. Ya'ni kichik yurak venalari to'g'ridan to'g'ri mana shunaqa teshiklar orqali qonni sinus koronarius orqali emas, bu orqali emas, to'g'ridan to'g'ri o'zi olib kelib quyadi o'ng bo'lmachaga. Esdan chiqarib qolmaymiz. Sinus koronarius bu o'ng bo'lmachaga borib quyiladigan qon tomir.
Mana endi biz buni bildik. Yurakni venasi bilan qolgan 25% transmural venous tizimi orqali. Ya'ni o'sha to'g'ridan-to'g'ri arterial o'ng qorinchaga yoki o'ng bo'lmachaga to'g'ridan-to'g'ri borib qo'yiladi. Esladigan bilib oldik. Ya'ni biz aytishimiz kerak bo'ladi. Sinus coronaris orqali o'ng bo'lmachaga qo'yiladi. Sinus coronarisga biz katta yurak venasi, mana bu yerdan o'rta yurak venasi va kichik yurak venasi orqali qonlar sinus coronarisga borib yig'ilib, undan o'ng bo'lmachaga quyiladi. Eslab qo'yamiz. Bu 75% holatda. 25% holatda bu to'g'ridan-to'g'ri transmural venous tizimi orqali va ko'rsatganimizdek o'ng bo'lmachaga to'g'ridan-to'g'ri borib qonni quyadi. Bu 25% holatda. Tushundikmi?